Grekcha uslubda tayyorlangan uy yogurti. Hammangiz qatiq uvutishni bilasiz, lekin bugun men sizga oddiy qatiq emas, haqiqiy grek yogurtini suzmasdan tayyorlash sirlarini aytaman. Bu shunchaki qatiq emas, bu qaymoqli, mazali ta'm. Xo'sh, nega bu oddiy qatiqdan farq qiladi? Birinchidan, biz sutni shunchaki qaynatib sovutmaymiz, uni 20 daqiqa davomida miltillatib qaynatamiz. Bu nima degani? Ortiqcha suv bug'lanib ketadi, oqsillar esa zichlashadi. Natijada yogurtimiz suzilmasa ham xuddi do'konnikidek quyuq va kremsimon chiqadi. Ikkinchidan, ta'mi. Oddiy qatiqda o'sha biz bilgan nordonlik bo'lsa, bu yogurtda mayin qaymoqli va tabiiy shirin ta'm bor. Bolajonlar buni oddiy muzqaymoqdek maza qilib yeyishadi. Toza barmog'ingizni sutga botirib ko'ring. Agar issiq bo'lsa-yu, lekin barmog'ingizni kuydirmasa, ya'ni bemalol 10 soniya ushlab tura olsangiz, demak harorat aynan kerakli 39-40 daraja. Bakteriyalarimiz maza qilib yashaydigan muhit tayyor. Like va komment esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lishni unutmang. Barcha sirlarini opisiyaniyada yozib qoldiraman.